Assalomu alaykum Chimgan kuzatuvchilari. Mana bugun 22-yanvar qor yog'ishini ko'ryapsizlar. Qor yog'ayotganiga qaramasdan akalarimiz Namangan viloyati Chustdan tashrif buyurib shu traktor olib ketgani keldilar. Xudo xolasa mana akamiz birinchi traktorlar emas, mahalla to'la Chimgan ekan. Hozir o'zlarini xolis fikrlarini bildirib o'tadilar. Assalomu alaykum. Murodxon aka, yaxshimisiz? Charchamay, eson omon keldinglarmi? Aka, shu traktor mana tashqi bartoy olasizlar. Shu fikringizni bildirib o'tsiz. Bizga mana traktor ma'qul tushdi. Bu 3-traktorimiz. Ishlashi yaxshi, rasxod kamroq, o'shan hisobiga olyapmiz. Endi keyingi muxlislarga nima deb tavsiya berasiz? Yani oluvchilarga, xaridorlarga. Yana olinglar shu traktordan. Qiynalmaysizlar. Qo'lni qaramay o'tirmay minib yuraverasizlar. Eng yaxshisi shu. Qiynalmaslik, qo'l qutqaruvga bo'lsa eng qiyini shuda traktorchiniki. Albatta, albatta. Akalar, ko'rdinglar, o'zlarining xolis fikrlari. Xudo xolasa kelinglar, tashrif buyuringlar. Mana 504 gda tashqi bartoy traktorimiz ham savdoga chiqdi. Birinchi xaridorlari Murodxon aka bo'ldilar. Xudo xolasa sizlarga ham shu traktordan tavsiya qilamiz. Shu Chimgan traktorini xarid qilinglar, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Chimgan O'zbekiston, hosilingiz kafolat.